Sağ va salomat bo'ling. $116 buyurtma berganligini ko'rib turibsiz. 113 kilogramm birinchi urinish va muvaffaqiyatli yakuniga yetkazgan edi. Biroz o'ng tomonga og'ish yuzaga kelganligini 119 kilogramlik natijasi birinchi o'rinda turibdi hozircha. Mana bu urinishdan keyin uning o'rni o'zgaradimi yoki yo'q? Ko'tardi juda qiyinchilik bilan, lekin baribir amalga oshdi. Yaxshi boshlab oldi Metey. Tomchu Metey qiyinchilik bilan bo'lsa-da bu toshni ham o'ziga bo'ysundira oldi. Bu og'irlikni va hozircha eng sağ va salomat bo'ling.